ozgina ishtahani ocholmasa bo'lmaydi kerak bu. Voy. Mana bo'lmasam. Ko'pchilik kartochkaga go'sht qo'shaysa, biz go'shtga kartochka qo'shaymiz. Bo'yin hamburger. Voy. Alhamdulillah. Abdullahat aka, xush kelibsiz. Men sizni vohani 2 metrlik pide bilan to'ydira olmasam, hech kim to'ydira olmayapti. Yoqimli ishtaha. Ukajonim, meni to'ydirish hammaning orzusi-ku. Pidega to'ymadim, olib kel qolgan ovqatingni. Abdullahat aka, Iskandar. Tariyoq alohida tema bo'ldi. Bismillah. Dopor. Virkada yeyish yoqmaydi-da. Ana boshqa gap. Ovqat zo'ragan, yana birorta ovqat bergan deb qo'yardim lekin. Qo'lda yeyish sunnat deb yo'raydim. Bolalar endi tanib qoldi-da meni kimligimni. Voy. Nima bu o'zi? Tez yeyolmasam kimni qarab turibdi, ko'z tegish mumkin. Voy. Alhamdulillah. Bismillah. Dupur. Endi bu kishiga tuxum asorti tayyorlaymiz. Bunga ko'proq tashlaymiz tuz endi. Topganimiz shu bo'ldi endi, murch. Sepma achchiq. 100% testosteron tayyor. Bismillah. Bunga yana nimadir kam? Topdim, limon kam. Voy. Ana endi o'shqadi. Lekin ta'mi o'zgacha. Ozgina kamayib qoldi lekin. Yetadi. Endi tuz. Ketadi. Aralashtirib, xiyon qo'yardim-ku buni. Bundan keyin teshli bo'lsin ish qilib. Bismillah. Ana nihoyat tugadi. Alhamdulillah.